Nimaga? O'zimizniki sotmasa, o'zimizniki aldamasa, o'zimizniki nomardlik qilmasa, hech qachon o'zbek Moskvani egallab olsa bo'ladi. O'sha Marlondan kirib qamalib ketganlar hammasini ham o'zimizkilar sotgan. O'zimizkilar ushlab bergan, o'zimizkilar sotgan, o'zimizkilar tayinli ko'rgan. O'lib ketsin dunyoga muhabbat. Bizgilar nima qiladi? Brigadir o'zbekmi o'sha skalatda birortasi ko'karmaydi. Namangandan bitta brigadir bor ekan. Men o'shani qo'lda 7 oy ishladim. 7 oy ishladim. 3000 dan oylik chiqadi, 3000 rubldan oylik chiqadi, 1300 dan beradi. Bo'pti, men simda to'lovlar yiqib olsan, insof bormi o'shanda? 17 kun ishlagan odamni 10 kunligini pulini ber. Yig'lab chiqdi odamlar. Uni yemog'ini yegan odamlar bir bo'ri bachcha bo'lib chiqadi. Yegan bolalardek kasofati bolalarga yuradi. Nimaga kasofati bolalarga yuradi? O'ziga ta'sir qilmaydimi? Yo'q, Alloh o'sha bolalariga berib buni azoblaydi endi. O'sha yerda boshqarib borsa bo'ladi biznikilar. Yo'q, biznikilar sotadi, orqasidan odam qo'yadi. Nechta odamlar yig'lab ketdi, nechta odamlar dodib ketdi. O'ris aldamadi. Ishlarini o'rislar bilan berdi. 1 so'mgacha beradi. O'zbek shunda bitta brigadir o'zbekmi o'sha skalat hayotda ko'karmaydi. Qarz qilib tashlaydi, boshqa qilib tashlaydi. Nomard qayerga borsangiz, Turkmanistonga boring, Qirg'izistonga boring, Tojikistonga boring, Rossiyaga boring, Qirg'izga boring, Turkiyaga boring. O'zbekmi brigadir ko'karmaydi. Nimaga? Mana nomardlik, mana ablahlik. Ko'karmasin o'sha odamlar ham hayotda. Nimaga? Nechta odam yig'iladi, nechta odam dod dedi. Sotdi. Mana nechta qadrdonlarimiz, oshnalaring, boshqalarning tarishini qabaqda yotibdi. Havasmi o'sha yerda yotish? Mana domlamiz duo qildilar o'shalarning haqiga. Havasmi? Uyda bir kun ko'chaga chiqarmasangiz nafasingiz qaytib ketadi. Erta yotib olish oson emas-da. Musofirning holati shunaqada, musofirdan o'shancha ibrat olinadi. Bu yerda turib musofirga nasihat qilinadi. Bunday qiling, bunday qiling. To'nka, o'zi qanday yurgani, o'zi yurishi o'zi senga nasihat. Yurishi o'zi senga nasihat. Sen yeb ichib zo'r yashayotgandirsan. To'g'risida, hayot zo'r ketayotgandir. Yemagan ovqatini yeyolmaydi. Bitta roltini 3 kun yeganlarni ko'zimiz bilan ko'rdik. Roltini hech kimga to'yadi. Kasal bo'lsa tashab chiqib ketishdi kvartiradan. O'sha kvartirada o'lib qoldi bolalar. Broker bo'lib chiqanmadi. 4 kunlab yotishdi bayinsalar. Birov bor xabar olmadi. Akbarxon akamlar kasal bo'lishdi, birov xabar olmadi.